Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Yaxshi tanlov oldinglarmi? Bugun seshanba 11 noyabr sizlar bilan yana market tahlilini boshlaymiz. Soat 1:20 bo'ldi. Xo'p, ko'rib turganinglar, doimgidek yevro bilan dollarni kunlik time frame'dagi holati. Chap tarafimizda yevro USD, o'ng tarafimizda DXY. Xo'p, kunlik time frame'damiz. Ko'rib turganinglardek, bugun seshanba kunga ochilgan candle'imiz mana bu. Ya'ni switch'amiz ochildi. Narx kechagi, ya'ni previous day high, previous day low, ya'ni PDH, PDLni rangeini ichida turibdi hozircha. Shu range ichida yuribdi. Ko'ramiz qanaqa reaksiya olishiga qarab, hozircha bir nimadir deyish qiyin kunlik time frame'da hali ham, chunki mana bu imbalance zonaga narx keladimi yo'qmi degan savolga javob hali olishimiz aniq emas. Kelmasligi ham mumkin, kelishi ham mumkin. No iloji boricha men voy uzr. Hali ham tomoq og'rivi bilan kurashyapman o'rtoqlar, uzr, g'alati ovozlarni chiqarsam. Xo'p, mana bu o'sha previous day low, ya'ni kechagi dushanba kuni minimumini kuzatib turish kerak menimcha. Hozircha mana shu kunlik time frame'da, lekin hozir 4 soatlik time frame'ga tushsak, ko'radigan narsamiz 4 soatlik time frame'ga tushamiz. Mana 4 soatlik time frame'da biz haftalik time frame'da ham CRT'da turuvdik, esinglarda bo'lsa o'rtoqlar. Mana hozir mana bitta eslatib qo'yishim mumkin. Mana CRT haftalik time frame'da SMT bilan haftalik time frame'da CRT bo'lganini hisobiga biz 4 soatlik time frame'ga tushsak bo'ladi. Va 4 soatlik time frame'da bizga nima kerak edi? Kechagi anaqani ko'rgan bo'lsanglar, nima deydi, market tahlilini ko'rgan bo'lsanglar, kechagi market tahlilida aytgandim. Bizga haftalik time frame'dagi CRT уже tasdiqlangan, ya'ni birinchi turtle supimiz mana model 1 bo'lgan. Narx mana bu yoki mana bu swing nuqtani sweep qilib keyin tepaga qarab ketishi mumkin, turtle sup qilib deb aytganim esinglarda bo'lsa, va bugun mana ko'rib turibsizlar, mana bu nuqtamiz turtle sup bo'lganini ko'rishinglar mumkin. Ya'ni mana bu minimumni, ya'ni yakshanba kuni soat 17:00 da ochilgan hosil bo'lgan minimumni kecha mana dushanba kuni soat 9 da New York vaqti bilan minimumni yechib shu turtle sup qilyapti. Demak, mana shu turtle supga men hozircha ishonib turibman. Nimaga? Ikkita sabab bor. Birinchi sabab bu haftalik time frame'da CRT'da turganimiz. Ikkinchi sabab bu turtle sup bo'lgani. Uchinchi sabab narx mana bu imbalance zonada bo'lgani hisoblanadi. Nimaga bu imbalance zonani olganimizni kecha sizlarga tushuntirib berdim. Bir marta narx reaksiya olgan, ikkinchi marta mana reaksiya olgan, narx buzib o'tdi. Endi mana shu imbalance zonamiz narxi tepaga qarab ketishini podдержка qilib berish kerak degan plan bilan bu imbalance zonani oluvdik, to'g'rimi? Va ko'rib turibsizlar, hozircha narx yaxshi reaksiya olyapti. Mana bu undan oldingi, ya'ni soat 21:00 da Osiyo sessiyasida ochilgan 4 soatlik candle minimumini narx sweep qilib ketyapti. Bu yaxshi signal bo'la oladi bizga. Ya'ni bu degani endi narx tepaga qarab ketishga tayyor deb olsak bo'ladi. Endi 15 minutlik time frame'ga tushamiz o'rtoqlar. Nimaga? Chunki 4 soatlik time frame'dan tushamiz va 4 soatlik time frame'dan 15 minutlik time frame'ga tushib qarasak, shuni ko'rishimiz mumkin. Mana narx mana bu o'sha Osiyo sessiyasida hosil bo'lgan minimumni narx London Killzone boshlanishi bilan yechyapti o'rtoqlar. Mana London Killzone soat 2:00 da boshlanib sirazi tepaga qarab ketyapti. Bu yaxshi signal, ya'ni kunni minimum nuqtasi London Killzone ochilishi bilan bu hosil bo'ladi. Ya'ni Killzonening ichida hosil bo'ladi. Bu biz uchun yaxshi signal bo'la oladi. Ya'ni narx endi tepaga ketish niyati bo'ladigan bo'lsa, mana shu minimumdan pastga tushmasligi kerak degan bizga signalni berishi mumkin. Endi 15 minutlik time frame'da turganimiz uchun, конечно, bizga vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni midnight ko'rishimiz kerak va midnight ko'rganimizdan keyin midnightda kunlik time frame'ini hozir mana kunlik qo'yamiz. Bir kunlik qilamizda, mana buni midnight qilamiz. Mana midnightga e'tibor bersanglar, narx juda swing bo'lgan. Ya'ni kunlik time frame'da, ya'ni narx mana bu ochilish nuqta bo'ladigan bo'lsa, narx mana chiqib manipulyatsiya qilib, endi mana tepaga qarab ketyapti asosiy yo'nalish tarafga. To'g'rimi? Mana bu ochilish nuqta bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu tepaga qarab ketyapti. Bu endi o'z-o'zidan biz uchun buy setup qidirishimiz endi bu yog'iga mumkin degan signalni beradi o'rtoqlar. Xo'p, 1 soatlik time frame'ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 4 soatlikka albatta o'tamizda. Mana buni okey, xo'p.
4 soatlikda bitta ko'rib olishimiz kerak, yana qaysi reaksiya zonadan reaksiya olishi mumkin Euro USD degan savolga javob berib ketishimiz kerak. Mana bu joyda endi haftalikka qaytaramiz. Haftalikka qaytarib bundoq qilib custom OK. Xo'p, haftalikda e'tibor bersanglar, mana bu o'sha CRT'miz. Mana bu hafta o'sha manipulyatsiya qilib bo'ldi. Ya'ni bu hafta biz uzun up candle ko'rishimiz kerak, tepaga qarab ketadigan candle va tayochasi уже hosil bo'ldi. Haftalik opening price mana bu. Mana e'tibor bersanglar, narx qayerda ochildi? Mana bu ochildi hafta, mana hafta mana bu ochildi. Narx ko'ryapsizlar, pastga manipulyatsiya qildi. Mana bu tayochasini hosil qildi. Endi mana narx tepaga qarab ketishga tayyor. Demak, o'z-o'zidan biz uchun reaksiya olishi mumkin bo'lgan, ya'ni keyinchalik pozitsiya qidirishimiz mumkin bo'lgan joyimiz bu mana bu order blokimiz hisoblanadi. Ya'ni narx hozir tepaga mana bundoq ketadi, to'g'rimi? Bundoq ketib, mana bu order blok tanasi bilan tepada yopilgandan keyin keyingi candle'imiz shu order blokdan reaksiya olib, keyin tepaga qarab ketishini kutsak bo'ladi. Demak, biz uchun eng yaqin buy side zonamiz bu mana bu buy side zona bo'ladi, to'g'rimi? Demak, shu buy side zonamizni target qilib ishlaymiz o'rtoqlar. E'tibor bersanglar, mana bu yerda nima bo'lyapti? Bu yoqda hozir men ko'rsataman. Xo'p, o'chirib turamiz. Mana bu joyga e'tibor bersanglar, 4 soatlik time frame'da CRT bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana CRT range ichida yuribdi hali ham va turtle soup mana qaranglar. Xo'p, buni ko'rinmagan qilib turamiz. Mana qaranglar. Mana bu maksimum, mana bu candle olyapman. To'g'rimi? Minimumini rangeini yechib, candle tanasi bilan ichida yopildi. Buni 15 minutlik time frame'da ko'radigan bo'lsak, xuddi mana bu 4 soatlik time frame'da ko'rayotgan analizimiz bo'yicha tasdiqlab bergan bo'ladi. Mana e'tibor bersanglar, bu yoqda xo'p, bu mana o'sha 4 soatlik candle'imiz. Mana. Xo'p, mana bu model 1 bo'yicha mana bu yoqda narx kelib bergan. Narx mana 4 soatlik candle'imiz minimumini yechgandan keyin narx keyin kelib model 1 bo'lib, mana bu model 1 bo'lgan. Undan keyin mana bu turtle soup'imiz bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, tasdiqlarni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli tasdiq bergan ekan. Men ko'rmadim, to'g'risini aytaman. Men hozir buni oldindan ko'rib turdim deya olmayman. Hozir ko'rdim mana shu narsani. Lekin juda chiroyli pozitsiyaga bergan ekan, to'g'rimi? Misol uchun mana bu model 1 dan bu yoqdan bitta pozitsiya ochsa bo'lardi. Mana bu tamda pozitsiya ochsa bo'lardi. Stop loss ham qo'yib, targetimiz mana bu 4 soatlik maksimum bo'lardi, to'g'rimi? Mana bundoq qilsak bo'lardi yoki bo'lmasam mana bu turtle soup bo'lgandan keyin mana bu eng oxirgi candle'dan o'sha tanasi bilan tepada yopilgandan keyin mana bularda o'sha bundoq qilib kirib, stop lossimiz mana bu tagida targetimiz mana bu bir xil maksimum bo'lardi. Demak, ikki marta pozitsiyaga kirishga o'sha shans berib bo'pti. Bu lekin o'tkazyaptik, конечно, bu juda chiroyli, lekin anaqa qilgan ekan. Xo'p, 4 soatlikka tushamiz. 4 soatlikda mana buni ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Tak, demak 4 soatlikda mana shu CRT bu bugunga asosiy, demak bizning targetimiz mana bu bo'ladi. Ya'ni 1.15.781 dagi buy side bo'ladi. 4 soatlik candle'imizni tepadagi high bo'ladi. Xo'p, Euro USD da dalash o'rtoqlar mana bu maksimumga chiqqungacha narx biz buy pozitsiya qidirishda davom etamiz. Demak, o'z-o'zidan bu nima degani? Bu continuation purge bo'ladigan bo'lsa, ya'ni narx bundoq ketyaptimi? Mana bu pastga MSS qilishi biz uchun MSS emas bo'ladi o'rtoqlar. Bular biz uchun continuation purge bo'ladi. Ya'ni narx tepaga ketib bitta manbadan MSS qildi, mana buni struktura deb MSS bo'lib olmaymiz o'rtoqlar. Bu biz uchun prosta nima bo'ladi? Turtle soup bo'ladi. Narx yana tepaga qarab ketishini uchun turtle soup bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha endi bundan buyog'iga mana shu maksimumga narx chiqmagunigacha biz hech qanaqa MSS deb qabul qilmaymiz. Ya'ni bu turtle soup bo'ladi. Tushunasizlar? Xo'p, okey. Endi 4 soatlik time frame'da dollarga e'tibor beramiz. Dollarda ham, demak, yevroda nima bo'layotgan bo'lsa, dollarda o'shani teskarisi o'rtoqlar. Chunki bilasizlar, bir-biriga qarama-qarshi yuradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Dollarda SMT bo'libdi mana bu yoqda, chunki yevroda ko'rib turganinglardek bu narsa mana bu maksimumni yechgan, dollar yecha olmabdi, to'g'rimi?
Demak, bu o'z-o'zidan SMT biz uchun dollar ham pastga tushish kerak iloji boricha. Bu SMT ushlash kerak. Chunki yevro hozircha menimcha orqaga qaytish niyati yo'q. Mana yevroga e'tibor bersanglar, qayerga ketib qoldi? Mana yevroga e'tibor bersanglar, 4 soatlik time frame'ga qaraydigan bo'lsak, dollar bilan yevroga yonma-yon qarasanglar, 4 soatlik time frame'da yevro umuman misol uchun teskari qilib qaraydigan bo'lsak, ko'rish oson uchun. Pastga qarab tushmoqchida yevro. Dollar to'g'ri tushish sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin yevroda pastga qarab tushish ehtimoli juda ham ko'p. Ya'ni tepaga qarab chiqish demoqchiman, teskari qo'yganim uchun. Xo'p, shunaqa gaplar. Demak, dollar bilan yevroda mana shu holat o'rtoqlar. Yevroda iloji boricha buy pozitsiya qidirishga harakat qilamiz. Endi goldga qaraymiz. Goldda esingizda bo'lsa, kecha gaplashib o'tgandek, sizlar bilan bir kunlik time frame'da mana bu imbalans zonani aytib o'tdim. Shu imbalans zonadan tanasi bilan tepada yopilsa, demak keyingi candle'imizni mana shu imbalans zonaga qaytib kelishini kutib, keyin mana shu yerdan buy pozitsiyaga ishlasak bo'ladi o'rtoqlar deb aytganim, to'g'rimi? Nimaga? Chunki haftalik time frame'da CRT bo'layotgandi, silverda, goldda ham shu CRT ga ishonamiz endi. To'g'ri, CRT bo'yicha qoidasi bo'yicha bo'lmagan. Buni kechagi market tahlilida tushuntirib berdim. Nimaga uni qoidasi bo'yicha bo'lmaganini? Bunga sabab tanas bilan range ichida kumush yopildi, lekin oltin tanas bilan yopilmadi. O'shaning uchun bizga kumush CRT beryapti, lekin endi kumush orqasidan endi oltin yuradiganga o'xshaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun endi o'sha bo'yicha yuramiz. Xo'p, haftalik time frame bo'lganimiz uchun biz o'z-o'zidan 4 soatlik time frame ga tushamiz o'rtoqlar. Ikkala anaqada ham, parada ham. Bizga to'g'ri kunlik time frame da nima bo'layotgani qiziq, lekin biz 4 soatlik time frame da biz pozitsiyaga tasdiq qidirishimiz kerak. Nimaga? Chunki haftalik time frame da CRT bo'layotgani uchun. Endi kunlik time frame da mana bu imbalans zonani qattaligini 4 soatlik time frame da ko'rib olishimiz uchun foydali bo'la oladi. Nimaga? Chunki mana bu joyga e'tibor bersanglar, o'sha 4 soatlik imbalans zonamiz, mana bu 4 soatlik imbalans zonamiz, kecha sizlar bilan gaplashgan imbalans zonamiz bilan bitta zonada ekan. Narx kelishi mumkin, kelmaydi demayman. Narx kelib, mana shu 1 kunlik imbalans zonani o'zidan ketib olishi mumkin. Mana bu imbalans zonadan reaksiya olib, lekin biz uchun iloji boricha mana bu 4 soatlik, mana bu ko'rinmayapti. Mana bu 4 soatlik imbalans zonadan kelib keyin ketadigan bo'lsa, juda ham chiroyli price action beradi. Chunki nimaga? Bu xuddi mana shu imbalans zonamiz o'rtoqlar kuchli imbalans zonaga o'xshaydi. Ya'ni bir marta bu yoqda reaksiya olgan, bu yoqda va bu yoqda mana buzib o'tdi, lekin narx hali bu yoqqa kelmadi. Agar keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli plus bilan narxni tepaga ko'tarib beradigan zona deb olsak bo'ladi buni. O'shaning uchun mana shu ikkita imbalans zonani qarashimiz kerak, ko'rishimiz kerak, qanaqa holat bo'layotganiga. 4 soatlik time frame da hozircha CRT ekan, goldda mana bu yerdagi CRT ni ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? CRT ni maksimumi, CRT ni minimumini mana 4 soatlik time frame bo'lgani uchun 15 minutlik time frame ga tushib tasdiq olishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda e'tibor bersanglar, buni ham men hozir ko'rib turibman o'rtoqlar CRT bo'layotganini. Hop, demak analiz qilamiz. Model 1 mana bu bo'ladi. Tak, mana bu turtle sub bo'ladi mana. Bo'lmabdi hali turtle sub. Bu SMT bo'lganmi? Agar anu bilan SMT bo'lgan bo'lsa, silver bilan unda mana bundoq qiladigan bo'lsak 15 minutlikka tushamiz. 15 minutlikda adashmasam SMT bo'lgan. Narx korreksiya boshlanayotgan bo'lishi mumkin, dollarda ham, silverda ham. Demak, silverda chiroyliroq price action ko'rib turibsizlar. Demak, mana bu model 1. Dolar shovqin bo'layotgan bo'lsa, uzr, qo'shnimiz menimcha nimadir o'rnatyapti, darr qilayotgan bo'lsa. Hop, SMT bo'lganmi, yo'qmi? Yo'q, SMT bo'lmabdi. Turtle sub buni SMT qila olmagan, men buni ola olmagan, lekin uni o'rniga men buni turtle sub deb olsak bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu turtle sub bo'la oladi. Men uchun mana shu turtle sub. Demak, mana buni tanasi bilan pastda yopilsa, men pozitsiyaga kira olaman deb olsam bo'ladi. Ya'ni gold tashlaymiz endi, to'g'rimi? Gold mana qaranglar, gold e'tibor bersanglar, mana shu 15 minutlik time frame dagi candle tanasini bilan minimumidan pastda yopilib bersa, tanasi bilan. Ana o'shandan keyin men kichkina time frame ga tushib, mana bu zonalardan men sell pozitsiya ishlay olaman. 4 soatlik mana bu minimumgacha. Endi men bundoq ochmayman, конечно.
misol uchun 5 minutlik time frame ga tushaman. 5 minutlik time frame da nimadir qilib stop lossni iloji boricha pastroqqa qanaqa qo'ysam bo'ladi degan savolga javob qidirishni boshlayman. Misol uchun mana bu yerga kiradigan bo'lsam, stop lossni mana bu yerga qo'yishim mumkin yoki men buni imbalans tepasiga qo'yib, targetim 4 soatlik mana men buni olishim mumkin, to'g'rimi? Lekin hozircha Goldda adashmasam korreksiya boshlandi degan anu bor. Endi 4 soatlik mana CRT bo'yicha ishlab ko'ramiz endi o'rtoqlar. Mana shuni ko'rishimiz kerak. Demak, 4 soatlik time frame da, конечно, narx pastga tushishiga menimcha уже sabablar bor. Mana bu yerdagi buy side yechilmabdi. Men buni yechibdi narx, to'g'rimi? Bu buy sideimiz yechilgan. Narx normalni o'sib berdi, dushanba, seshanba. Mana dushanbani ko'rib turibsizlar. Seshanba ham mana tepadagi mana bu maksimum candle tayoqchasini hosil qildi. Endi pastga qarab sekin tushib kelishga menimcha tayyor. Ozgina korreksiya berib, undan keyin tepaga qarab ketishga tayyor уже gold. No, hozircha lekin tasdiq yo'q. Men misol uchun kirmasdim. Men bu joy o'zida hozirgi sell pozitsiya ochishga men qo'rqaman. Menga chunki tasdiq yo'q. Turtulsib bo'lgan, turtulsib qilgan candle minimumidan tanasi bilan agar narx pastda yopilsa, ana o'shandagina men uchun mana bu turtulsib tasdiqlanadi. Ya'ni narx mana shu maksimumdan tepaga ketmasligi kerak. Men bu minimumni yechmagungacha ham degan ideya tug'iladi menda. O'shanda bemalol keyin men bitta sellga pozitsiya qidira olaman. Lekin hozir ochadigan bo'lsam, hozir men bu order blokdan reaksiya olib, narx tepaga qarab ketaverish mumkin. Men buni maksimumga yechib, keyin pastga ketish mumkin-da. O'shaning uchun iloji bor. Chunki hali men bu turtulsib tasdiqlangani yo'q men uchun. O'shaning uchun sal kutish kerak. Men bu minimumdan pastda men bu candleimiz yoki undan keyin candleimiz tanasi bilan yopilib, tanasi bilan yopila olsa, undan keyin candleda ishlab ko'ra olaman pastga qarab, to'g'rimi? Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Iloji boricha silver endi to'g'ri chiroyli price action beryapti, lekin menga shaxsan silverda ishlash yoqmaydi. Chunki komissiyasi qimmat deb o'ylayman, bilmadim nimaga. 1-2 marta ishlab ko'rganman, yoqmagan to'g'risi. O'shanga silverda ishlamayman. Juda chiroyli price action bo'layotgan bo'lsa ham, lekin turtulsib yo'q hozir silverda. Misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, tasdiq yo'q. Turtulsib, men bilan turtulsib olmaysiz-da, bu turtulsib emas. Meni anaqam bo'yicha turtulsib emas. To'g'ri, men bu imbalans zonadan narx ketyapti deb olishingiz mumkin. Men bilan sell pozitsiya ochishga, конечно, bunaqa bor. Nima deyman, misol uchun men bilan sell pozitsiya ochib, stop lossingizni men tepasiga qo'yib, men bu 4 soatlik men bu CRT ni target qilishga, конечно, iloji bor, lekin meni trading planim hozircha CRT bo'yicha ishlayotganim uchun trading planim bunaqa emas. Turtulsib bo'lgandan keyin kiraman faqatgina. Xo'p, shunaqa gaplar. O'rtoqlar, kutamiz. Telegram kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Videoning tagida Telegram kanalim bor. O'tsanglar, men bu narxda bo'layotgan anularni, update'larni berib boraman kun davomida. Doimgidek, agar sizlarga prop shot kerak bo'lsa, videoning tagida Funded Next prop shotini linki bor. Men ishlayotgan hozirdagi prop firma. Bemalol o'tib, shotlarni olib ishlasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Charchamanglar, kuningiz yaxshi bo'lsin. Sizlar bilan xudo xolasa keyingisida ko'rishamiz. Hammaga omad.